Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unday bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. To'lov esa xizmat bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun WhatsApp va Telegram orqali murojaat qiling. Urush ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Misol uchun, Qo'shma Shtatlar qurol-yarog' ishlab chiqarishda GMdan yordam so'radi. Bundan tashqari, Pentagon aviatsiyasidagi dengizchilar ovqat sifatidan ham shikoyat qilmoqda. Mashhur amerikalik jurnalist Taker Carlson Donald Trampni tanqid qildi. Isroil va Livan 10 kunlik sulhni e'lon qildi, ammo Isroil birdaniga 200lamachilikni boshladi. Amerika Suriyadagi barcha qo'shinlarini olib chiqdi. Dasturimiz davomida shular haqida batafsil bilib olasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari urushdagi yetishmovchilik sabab qurol-yarog' ishlab chiqarishda GMdan yordam so'ramoqda. Pentagon mojarolar harbiy zaxiralariga bosim o'tkazayotgan bir paytda Qo'shma Shtatlar qurol-yarog' ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun General Motors va Ford kabi kompaniyalardan yordam so'ramoqda. Rasmiylar Ikkinchi jahon urushi davridagi sanoat safarbarligiga o'xshash tarzda ishlab chiqaruvchilar o'z zavodi quvvatlarining bir qismini o'q-dorilar va harbiy texnikalar ishlab chiqarishga yo'naltira olmasligini o'rganmoqda. Qurol yetishmovchiligidan tashqari, Trampning yana bir muammosi ko'zga tashlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari aviatsiyasidagi dengizchilar ovqat sifatidan shikoyat qilmoqda. Qo'shma Shtatlar harbiy dengiz kuchlariga qarashli USS Abraham Lincoln bortida xizmat qilayotgan dengizchilar Eron yaqinidagi uzoq muddatli missiya davomida ovqat sifati pastligi va porsiyalar kichkinaligidan norozi ekanligini bildirishmoqda. Xabar qilinishicha, cho'zilib ketgan operatsiya hamda ta'minot zanjiridagi uzilishlar sabab ekipaj dengizda cheklangan resurslarga tayanishga majbur bo'lmoqda. Bu esa oziq-ovqat taqsimlab berish rejimini kuchaytirib, harbiylarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Dengizchilarning oilalari ham ularning tez-tez och qolayotganini ta'kidlagan. Bundan tashqari, pochta yetkazib berishdagi uzilishlar sabab ularga qo'shimcha oziq-ovqat yoki zaruriy buyumlar yuborishni ham qiyinlashtirgan. Mashhur amerikalik jurnalist Taker Carlson Donald Trampni tanqid qildi. Donald Trampning dini nima? Bu aniqki xristianlik emas, bu isroilizmdir. Bu Isroilning mudofaasidir, deydi amerikalik siyosiy sharhlovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Isroil va Livan yetakchilari o'rtasida 10 kunlik o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qilgan edi. Bu haqida u o'zining ijtimoiy tarmoqlarida yozib qoldirdi. Uning aytishicha, Livan prezidenti Yosef Aoun va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun 17-aprel kunidan boshlab 10 kunlik sulhni rasman boshlashga kelishib olgan. Isroil bilan o't ochishni to'xtatish rejimi kuchga kirganiga qaramay, sulhning ilk soatlarida Janubiy Livanda bir nechta shaharlar o'qqa tutildi. Bu haqida Livan milliy axborot agentligi xabar qildi. Xususan, Isroil armiyasi Sahal, Al-Xiyam va Dibeyben shaharlariga artilleriya zarbalari bergan. Bundan tashqari, Eronning proksi kuchi Hizbulloh ham sulhni tan olgan. Ammo o'z harakatlari vaziyat rivojiga bog'liq bo'lishini ham bildirib o'tgan. Amerika Suriyadagi barcha qo'shinlarini olib chiqdi. 16-aprel kuni Qo'shma Shtatlari Suriyadagi Kasrak havo bazasidagi oxirgi qo'shinlarini olib chiqdi. Bu haqida Suriya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Qo'shma Shtatlari kuchlari joriy yilning fevral oyining oxirlaridan boshlab Kasrakdan texnika va harbiy xodimlarini olib chiqishni boshlagan. Zirhli texnika va og'ir jihozlangan karvonlar qo'shni Iroq tomon yo'naltirilgan. Bu jarayon Qo'shma Shtatlarning Suriyadagi qo'shinlarini bosqichma-bosqich qisqartirish siyosatining bir qismi hisoblanadi.